Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bu Agro Maslahat kanali. Ko'pchilik kartoshka ekadi, lekin hamma ham bir tubdan 1,5-2 kilogramm hosil ololmaydi. Nega qo'shningizda kartoshka yirik, sizda esa mayda? Bugun biz kartoshka yetishtirishdagi 5 ta eng muhim sirni va hosilni 2 barobar oshirish usullarini ko'rsatib beramiz. Videoni o'tkazib yubormang. Birinchi va eng katta xato urug'ni yerto'ladan olib, to'g'ridan-to'g'ri yerga ekish. Bunday kartoshka 20-25 kunda bunib chiqadi. Maslahatimiz: ekishdan 30 kun oldin urug'larni yorug', lekin quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushmaydigan, harorati 15-18 daraja bo'lgan joyga yoying. Shunda kartoshka pishiq, yashil va baqullat nishon chiqaradi. Bu usul hosilni 15 kunga tezlashtiradi va unib chiqishini 100% ga ta'minlaydi. Kartoshka ochko'z o'simlik. U yer ostida tugun ko'paytirishi uchun unga quvvat kerak. Sizlarga bir agro life hack. Har bir chuqurchaga ekish paytida yarim litrli idishda chirigan go'ng, gumus va bir osh qoshiq yog'och kulini soling. Kul tarkibidagi kaliy hisobiga kartoshkani shirin qiladi va kasalliklardan himoya qiladi. Mineral o'g'itlardan superfosfat ishlatsangiz, hosil sifati keskin ortadi. Ko'pchilik kartoshkani bir marta ko'mib qo'yadi. Bu kam. Kartoshka poyasining yer ostida qolgan qismidangina yangi tugunlar, stalonlar hosil bo'ladi. Kartoshka 15-20 sm bo'lganda birinchi marta, gullashdan oldin esa ikkinchi marta baland qilib ko'mish shart. Qanchalik baland va yumshoq tuproq bo'lsa, kartoshka shunchalik ko'p bolalaydi. Kartoshka suvni sevadi, lekin ortiqchasi uni chiratadi. Eng muhim bosqich gullash davri. Aynan shu kunlarda yer ostida tugunaklar tugiladi. Agar shu vaqtda suv kechiksa, kartoshka mayda bo'lib qoladi. Gullash tugaguncha tuproq namligini doimiy nazorat qiling. Bu bo'yicha bahslar ko'p, lekin ilmiy isbotlangan. Agar siz urug' uchun emas, iste'mol uchun kartoshka yetishtirayotgan bo'lsangiz, gullarni yulib tashlash hosildorlikni 15% ga oshiradi. Sababi o'simlik bor quvvatini gul va urug' tugishga emas, yer ostidagi mevasiga sarflaydi. Mana aziz do'stlar, kartoshka yetishtirishdagi asosiy sirlarimiz mana shulardan iborat. Siz o'z tajribangizda qaysi usuldan foydalanasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, Agro Maslahat kanaliga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Keyingi videolarimizda pomidor va bodring sirlari haqida gaplashamiz. Hosilingizga baraka bersin.